Assalomu alaykum, barchaga xayrli kun. Musofirlar hayotidan hikoyamizni davom ettiramiz. Chunki juda ko'pchiliklar yozishibdi, bo'lsangiz bu haqida gapiring, bunisi haqida gapiring deb ma'qul kelgandan xursandman. Xolos, bugungi mavzu millatchilik haqida. Hurmatli musulmon birodarlar, aka-ukalar, opa-singillar, iltimoslardan hammalaringiz emas. Ko'pchilik lekin hamma emas. Millatchilik qilmaylik, iltimos. Musulmon insonlar orasida millat degan narsa, millatchilik degan narsa umuman to'g'ri kelmaydi. Qaysi millatdan bo'lishimizdan qat'iy nazar biz musulmonmiz. Kimdir, men o'zimga ko'p uchratib qolaman, o'zini millatini boshqa bir millat vakilidan ustun deb ko'radi, zo'r deb biladi. Bilmayman, bu qayerdan kelgan fikr. O'zini millatini ustun ko'rib, boshqa millat vakilini kamsitishga harakat qiladi, kulishga harakat qiladi, yerga urishga harakat qiladi. Lekin ishoninglar, men buni 1000% garantiya bilan aytaman, yomon millat bo'lmaydi. Hech qachon yomon millat bo'lmaydi. Yomon insonlar bo'ladi. Millatning yaxshisi yoki yomoni yo'q. Insonlarning yaxshi va yomonlari bor. Ayniqsa chet davlatlarga kelganda millat ajratib, o'zimiznikilarni ko'nglini ranjitamiz. Ko'ngil ranjitish musulmon insonga xos emas, ishonaveringlar. Masalan, men millatim tojik. 7 avlodim, 7 pushtim tojik. Bilishimcha. Lekin o'zbek tilini shunchalar mehr bilan o'rganganman. Menga hech kim o'rgatmagan. Yozishda ham, gapirishda ham harakat qilaman toza o'zbek tilida, sof o'zbek tilida gapirishga. Nima demoqchiman? Chunki o'zbeklar tojiklarni yomon ko'radi, tojiklar o'zbeklarni yomon ko'radi, qirg'izlar o'zbeklarni, tojiklar qirg'izlarni, xullas aralash bo'lib ba'zilar millatlar aro o'zaro nizo keltirib chiqarasizlar. Lekin iltimos qilardim barchangizdan, millatchilik qilmaylik. Hammamiz begona yurtda rizq tergani kelganmiz. Yaxshi xulqimiz bilan, yaxshi odobimiz bilan kimlargadir o'rnak bo'laylik. Nafrat emas. Salomat bo'linglar.